Salom do'stlar, endi keyingi videoni o'zingiz tanlashingiz mumkin ovoz berish orqali. Buning uchun Instagram sahifamizga obuna bo'ling. Bu voqea 13 yoshligimda sodir bo'lgandi. Hozirda 15 daman. Bir payt tunda uyg'onib ketdim. Qattiq terlayotgan ekanman. Yomon tush ko'rgandim. Lekin nima ko'rganim umuman esimda yo'q edi. Atrofimga qaradim. Devorlar qip-qizil qon edi. Endi o'zimga kelganimda eshik taqillab qoldi. Keyin birdan qattiq ochilib, hajmi juda katta bo'lgan qo'l meni ushlab oldi. Yana uyg'onib ketdim. Bu safar uyda qoq o'rtada turgan ekanman. Ko'zim birdan xiralasha boshladi. G'alati bo'lib ketgandim. Ovozlar eshitila boshladi. Nima bo'layotganini tushunmayotgandim. Shunda ikkita qiz keldi. "Senga nima qildik? Bizning kim ekanligimizni bilasanmi?" dedi. Men bo'lsa tinch qo'yinglar deb baqirdim. Uyg'ondim. Baribir o'zimni yomon sezayotgandim. Bir ko'zim hamon ochilmayotgandi. Bilmadim qanaqasiga bunday bo'ldi. Suv ichmoqchi bo'ldim. Oynaga qarasam, ko'zimda katta chiziqni ko'rdim. Va biroz yumilgan edi. Xonamga qaytib bordim va ko'rgan tushimni eslashga urinayotgandim. Menimcha bu xonada nimadir bor deb o'yladim. Shuning uchun onam bilan xonamizni almashdik. Onam bularga ishonmayotgandi. Oradan 6 oy o'tgandan keyin qattiq jarohat oldi. Sababi esa noma'lum. Ko'zi tirnalgan edi. Doktor mendan so'radi. Ko'zdagi chandiq sababi nima? Yaqinda chiqqanga o'xshaydi. Men bilmasligimni keyin bir necha oy oldin ko'rgan tushim haqida gapirib berdim. Lekin ular ham ishonmadilar. Bu voqea 2 oy oldin bo'lgandi. Men biroz uxlashga qo'rqardim, shuning uchun opam ham bor edi. Aniqroq qilib aytganda, yolg'izlikdan qattiq qo'rqaman. Xonamda nimadir bordek sezaman. O'rnimda yotgan paytim qanaqadir shivirlagan ovozlar eshitilardi. Men bo'lsa o'zimni uxlab qolgandek tutardim. Bir kuni o'rnimda yotgandim. Internetda video ko'rayotgandim. G'alati ovozlar eshitila boshladi. Shunda ham yotaverdim va uxlab qolibman. Tushmi yoki rost aniqini bilmasdim, lekin bo'lgan narsalardan keyin bu xonada qaytib yotmaydigan bo'ldim. Yotgandim. Shivirlagan ovozlar eshitildi. Xuddi quloqimning yonida gapirayotgandek edi. Bu ovozlar "Menga qara, menga qara" deyotgandi. Men qattiq qo'rqandim. Qarashga jur'at qila olmasdim. Qaramasligim ham aniq edi. Birozdan so'ng ovozlar to'xtadi. Yuragim bo'lsa qattiq urayotgandi. Yig'lab yuboray dedim. Qanday bilmadim-u, lekin uxlab qolibman. Ertalab tursam, sovuq ter chiqayotgandi. Opam bo'lsa g'alati qilib boshini silkitayotgandi. Odatda musiqa tinglasa shunday qilardi. Keyin undan so'radim. "Hoy, o'tgan kun shivirlagan ovozlarni sen ham eshitdingmi?" Quloqchinlarni eshitdi-da, uning aytgan gaplari hozirgacha meni qo'rqitadi. Yo'q, lekin yomon tush ko'rdim. Bitta erkak kelib turgandi. "Menga qara" deb aytayotgandi. Men esa qimirlay olmasdim. U shunday qilib silkitayotgandi boshini. Undan keyin darhol uxlab qolibman. Opamni bu aytgan gaplari qattiq qo'rqitdi. Bu haqida boshqa hech kimga aytmadim. Hayronman, agar unga qaraganimda nima bo'lardi?